Salom do'stlar, hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Ko'ryapsizlar, mana bu sharli daraxti. Mana orqasiga karkaz yasagan. Bu tayyor karkazli bo'ladi. Daraxt uchun yasalgan tayyor plastmassa rishotkali karkaz. Bu narsani biz o'zimizda yasa olamiz. Mana qaranglar, qanaqa yasasa bo'ladi bu narsani. Oddiy rishotkalarni olamiz. Katta kletkali rishotkalarni olamiz. U rishotkalar nima rishotkalar? U rizorlarga borsanglar, narsalarni sotadigan rishotkalar deyiladi. Oq rishotka, katta-katta-da. O'shandan olib, mana shunaqa karkaz yasab olsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, daraxti tegini uchun ikki qavatli rishotka yasagan va tepasiga bir 6 qavat, 8 qavatli rishotkani xamot orqali, oddiy zajim xamot orqali bir-biriga qotirib, qistirib yasasanglar bo'ladi. Ana endi bu yog'iga podstavka yasaysizlar, oyog'iga tegiga temir podstavkalarimiz ko'p, o'zingizlar ham yasab olgan bo'lsanglar kerak. Va albatta uzunchoq temir yo bo'lmasa oddiy taxtaga o'sha rishotkani zajim orqali qotirib, mana bundan keyin sharlarni mana shunaqa holatda terib chiqsanglar bo'ladi. Endi savol tushadi, imенно shunaqa katta rishotkali karkaz yo'q-ku, topolmayman desanglar, maydasidan ham yasasanglar bo'ladi. Hech qisi yo'q. Zato orqasiga sharni bir-biriga o'tkazib terib chiqsanglar bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, sharni har xil razmerda ishirgan va har xil holatda bir-biriga rishotkalarning orasiga prosta tiqib qo'yapti sharni. Biz unaqa rishotkaning kattasini topmasak ham kichkinasidan shedem uzunchoq shar orqali bir-biriga boylab chiqsak bo'ladi va teriladi. Ko'ryapsizlar, juda ham oson va eng asosiysi sharinglar ko'p ketmaydi daraxt yasashga. Kamroq shar ketadi. Chunki bu karkaz o'sha narsani bizga ekonom qilib beryapti-da, sharni ekonom holatida qilib beryapti. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, orqasiga haligi rishotkaning orqasiga uzuncha plastmassa turbadan qotirib qo'yilgan. Va mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, holatini sharni prosta ichiga bir-biriga tiqib qo'yapti. Juda ham oson. Bu narsani yig'ish juda ham qiyin emas. Shar ishirib yurgan o'zimizga o'xshagan kasbdoshlarimiz bu narsa uchun hech qancha qiyinchilik ko'rmagan holda bemalol yasab bera olishadi. Bunaqa zakazda asosan qatga tushadi, bog'chalarga tushadi. Bog'chalarda har xil bayramlarga tushadi. Rosa chiroyli chiqadi. Hattoki maktablarning kir urishlariga ham qo'ysanglar bo'ladi. Teglariga keyin bitta oqshomi yo bo'lmasa quvurdoqlarga olib borib, din rajdeniylarga, tug'ilgan kunlarga olib borib tegiga prosta dekor uchun ham fotozonani yoniga qo'yib qo'ysanglar juda chiroyli effekt ko'rinib beradi. Ko'ryapsizlar, ko'p shar ketmagan holatda shunaqa daraxt yasalgan holati bo'ldi.